Zor məğlubiyət. ئاپتورى زبىگنېۋ برېزنىسكى. 20. ئەسىردىكى كوممۇنىزىمنىڭ گۈللىنىشى ۋە ھالاكىتى. 12. باب ئىمپىرىيەنىڭ تارىيىشى. Gorbaçevning aktiv qo'llovchisi Aleksandr Bovin 1987-yili 7-ayning 11-kunidagi xabarlar gazetida sotsializmga e'tiqod qiladigan bir qism davlatlarda vaziyat yanada muqim emas hamda osonla chekinish hodisasi ko'riladi deyishi odatdagiga o'xshamaydi. Sovet ittifoqining bu asosliq obzorchisi darvaqa Moskva 40 necha yildan buyon yo'lab kelgan bir qism hokimiyatlarning tubki jihatdan aytganda ojiz ekanligini e'tirof qilgan edi. Bu Kreml sarayining Sovet ittifoqi tuzum va ideologiya jihatda kuchli talab qilgan birlikni amdi saqlab qolishga amalsiz ekanligini paydin-pay his qilib yetdi. Natijada Sovet ittifoqi rayonlik strategiyada ideologiya sistemasini ilgari surishni imperiyaning o'zining mudofaa ko'rishiga o'zgartishga majbur bo'ldi. İmperiyanın mudofaa ko'rish strategiyasi bilan zich munosabatli bo'lgan asoslıq üç tarafni 80-yillarning oxiriga kelganda nihoyatda aniq ko'gili bo'ladigan bo'ldi. Bu üç tarafning hammasi o'zliksizlikka ega bo'lib, o'tmish bilan talto'kis ado-judo bo'lmadi. Ammo umumiy nishoni amaliy ham Sovet ittifoqining manfaatiga erishishi va shaklvozlik etika ta'limoti orasidagi munosabatni shakllantiradi. Birinchi tarafi bo'lsa, harbiy hamkorlik va o'rtaq jug'rofiyaviy siyosat manfaatini yanada ilgarilab ta'kidlash. Ikkinchi tarafi bo'lsa, iqtisodiy hamkorlik va iqtisodning bir gavdalashishini kuchaytirishga diqqat qilish. Uchinchi tarafi bo'lsa, davlat ichidagi o'xshamagan siyosiy ko'zqarashlarni texmi sig'dira oladigan ahvolda partiya ichidagi hukmron qatlamning huquqi va alohida huquqini qo'g'dashdagi o'rtaq foyda ziyon munosabati alohida ta'kidlandi. Umumlashtirib aytganda, Moskva bu üç jihatda amaliy yo'lga qo'yishga bo'ladigan bir loyihani tuzib chiqib, Sharqiy Yevropaning siyosiy va madaniyat jihatda Sovetning bo'g'ishidan qutulib chiqish xohishini yo'qotishni umid qildi. Jug'rofiyaviy siyosat omillari imperiya bilan Polshaning munosabatini saqlashda intayin muhim. Chexoslovakiya bilan munosabatini saqlashdimi xeyli muhim. Bu ikki davlat yanala kelgusidagi Germaniya bilan bo'lgan munosabatini o'ylashmoqda. Bu ikki davlatga nisbatan aytganda qudratli Rossiya, ya'ni mayli ideologiyada bo'lishidan qat'iy nazar, ma'lum aktiv siyosiy munosabatni saqlab, Germaniyaning yoshurun zimin qarniyatiga taqobil turish kam bo'lsa bo'lmaydigan kapolat. Aksicha, Moskvaga nisbatan aytganda, bu xil asosiy milliy andishini unumli holda paydin-pay ojizlatayotgan ideologiya jihatdagi munosabatning o'rniga dastlabkili bo'ladi. Boshqa yana Varshava ahdnomasi tashkilotining davomliq mavjud bo'lib turishiga ishlatkili bo'lmasimi? Bu davlatlarning hukmronlari ehtimol Varshava ahdi tashkilotining qurilishi Sovet imperiyasining o'z davlatining egilik huquqiga tajovuz qilish uchun deb qarab qilishi mumkin. Shunga 70-yillarning oxiridan 80-yillarning beshigacha Sovet ittifoqi mazkur tashkilotning harbiy jihatda bir gavdalashishni barliq kuchi bilan kuchaytirdi. Gerçi Rumaniya kuchli qarshi turgan bo'lsa-mu, Polsha armiyasining ichki qismidami ba'zilar fikrini saqlab qolgan bo'lsa-mu, ammo Moskva yangi qo'mondonlik sistemasini Varshava ahdi tashkilotiga muvaffaqiyatli holda majburiy tangdi.
Sovet İttifaqı qo'mondonlik shtabi Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga hujum qilganda, bu sistema orqali Varshava tashkilotidagi har qaysi davlatlar qismlarini bevosita tangshiyalaydigan bo'lib, oldi bilan Sharqiy Yevropa davlatlarining siyosiy rahbarlik organlariga uqtirish qilishning hojati qolmaydi. Moskva majburiy qurgan sistemaning konkret tafsiloti 80-yillarning beshida Polsha generali Prərizat güllىنىشى g'arbga qochib ketgandan keyin oshkorlangan. Bu qattiq maxfiy qo'mondonlik sistemasi hamda harbiy jihatda bir gavdalash darajasini o'stirishni maqsad qilgan boshqa tadbirlar bu rayonni siyosiy va harbiy jihatda Sovet ittifoqining kontrolligiga tushirishdagi muhim vosita. Shunga Kreml sarayı inchiklik bilan planlagan Varshava tashkilotini kuchaytirish taktikasining bir qismi bo'lib qoldi. Siyosiy va harbiy jihatdagi munosabatni kuchaytirishni yanama ilgirlab ta'kidlash kun sari ojizlashayotgan ideologiyadagi munosabatning o'rnini to'liqlashni maqsad qilgan. Bu Sharqiy Yevropadagi kommunistik partiya davlatlari bilan Sovet ittifoqining iqtisodiy bir gavdalashish munosabatini jon-jahli bilan kengaytirishi birdak. Hozirgi mavjud bo'lib turayotgan davlat bilan davlat orasidagi hamkorlikdan sirt, Sovet ittifoqi rahbarlari 80-yillarning o'ttirlarida bir qancha aktiv tadbir qo'llanib, sanoat tarmoqlari orasidagi, hatto har qaysi shirkatlar orasidagi bevosita hamkorlikni qanot yaydirdi. Bu xil bevosita hamkorlik yerlik hukumatning kontrolligiga uchramganlikdan Sharqiy Yevropaning andisini qo'zg'adi. Sharqiy Yevropa davlatlari Sovet ittifoqining tadbiri mazkur rayonning iqtisodini yanama ilgirlab kontrol qilishni maqsad qilishidan andish qildi. Gorbachev Sharqiy Yevropaning Sovet ittifoqi iqtisodiga mablag' selishiga, ilhomlantirishiga nihoyat qiziqadiganligini oshkor bildirdi. Hamda Moskva Sharqiy Yevropa va G'arbning munosabatidan foydalanishi, Sovet ittifoqining G'arbning eng ilg'or texnika mulozimatiga erishish uchun ekanligini qayta ta'kidladi. Shunga yuqorqi andishlarni yo'qotish texmi tas. Nurg'un Sharqiy Yevropaliklarga nisbatan aytganda, Sovet ittifoqi Sharqiy Yevropa bilan texmi qo'yiq, texmi birlikka kelgan iqtisodiy munosabat qurishni ta'kidlashi, Sharqiy Yevropa jamiyatining sovetlashishidan iborat bu uzun masofadagi yana bir vositadan derak berdi. Sharqiy Yevropa Sovet ittifoqining sanoatlashish andisini taqlid qilishga majburlanib qolmay, yana Sovet ittifoqi andisidagi sanoat tuzilmasini qo'llanishga majbur bo'ldi. Shunga o'zgacha ish ko'rib, birlashib va o'rtaq mablag' solishni ta'kidlash haqiqiy xavf-xatar paydo qildi. Sharqiy Yevropa bilan Yevropadagi boshqa davlatlarni yanama ayirib tashladi. Hamda Sharqiy Yevropaning o'z-o'zini ozod qilishidagi o'zgarish musofasiga to'sqinlik qildi. Sovet ittifoqining iqtisodi bilan texmi zich munosabat shakllantirish Moskva bilan texnik jihatda o'xshash qaloq holatda turdiganligidan derak berdi. Mundaq kelgusi intayin foydasizdir. Bu masalada Polsha radio stansiyasi 1987-yili 10-ayning 31-kuni Sovet ittifoqi elchisi Vladimir Belikovni ziyorat qilishi kishiga ilhom berishi mumkin. Sovet ittifoqining bu elchisi oldi bilan Sovet ittifoqi va Polsha korxonalarining sanoat tarmoqlari qatlamidagi to'g'ri yo'nalishlik kelishimi barliqqa keltirgan yangi harakatlantirgich kuchni maqtadi. Arqadan yana bu xil munosabatning kengayishiga to'sqinlik qilgan nurg'un masalalar, qiyinchiliklar va qo'rqinchoq psixikalardan xursindi. Keyin u yana bosh elchixonaning unumli tadbir qo'llanib, bu sohadagi to'salg'ularni yo'qotganligini aytdi.
Bu so'zlar Polshaning Sovet ittifoqining qo'mondonligiga bo'ysunishni xohlamaydiganligi haqidagi xabarni isbotladi. Eng oxirgi bir nuqtamo nihoyatda muhim. O'zaro tayanishchanlikni kuchining barcha kengaytishning muhim yoshirin foydasi bor. Ya'ni Sovet ittifoqliqlarning qarashicha. Sharqiy Yevropadagi partiyaning yuqori qatlam shaxslarni Sovet ittifoqining iqtisodiy güllinishiga texmi bevosita tayinadigan qiladi. Sovet ittifoqining texmi qo'yiq iqtisodiy munosabatni barliq kuchi bilan taraqqiy qildirish loyihasi Polshada gavdalanishi eng ko'rinarli bo'ldi. Bu ehtimol tasodifiy bo'lmagan bo'lishi mumkin. Chunki Polsha darvaqa o'zini azod qilishni qo'lga keltirishdagi eng kuchlik irodasini bildirgan edi. 1987-yil 4-oyda Gorbachev bilan Yaroslavskiy hokimiyat yurgizayotgan ikki partiyaning ideologiya, ilm, fan va madaniyat jihatdagi hamkorlashishidagi birlashma bayonotni imzoladi. Bu xildagi bayonot Sovet ittifoqining kuch doirasida texi tunji qatimliq edi. Ba'zilar ehtimol faraz qilib, Gorbachev va Yaroslavskiyning qisman manfaati birdek. Chunki Yaroslavskiy Polsha jamiyatining paydin-pay o'zini azod qilayotganligini, bu asosda qurilgan siyosiy turmush agar Polshada qaytadan asliga kelsa, muqarrar holda o'zi hamda boshqa yuqori qatlam shaxslarning huquqiga tahdid paydo qiladiganligini cho'qim his qilib yetdi deb qargan bo'lishi mumkin. Bu faraz dal Yaroslavskiy hokimiyatining nima uchun Gorbachevning tashabbusiga jiddiy ovoz qo'shib, mazkur rayonda Sovet ittifoqi bilan iqtisodda, hatto ideologiya jihatda munosabatini kuchaytganligini tushuntirib berdi. Texmi qo'yiq iqtisodiy munosabat o'rtaq alayda manfaat shakllantirdi. Texmi yaqin harbiy munosabat bo'lsa, jug'rofiyaviy siyosatdagi o'rtaq andishini asos qilgan iqtisod va harbiy munosabatni mazkur rayonda ideologiya va tuzilmadagi muqarrar ko'riladigan ko'p xillashgan vaziyatning to'liqlama tadbiri qilishga bo'ladi. Moskva ko'p xillashgan vaziyatni to'sib qilishga amalsiz ekanligini oxiri his qildi. Sovet ittifoqi tajribasini qarg'ulachi do'rash asosida nazariya jihatda birdaklikni kuchlik talab qilish usuli aksicha rol o'ynab, Sovet ittifoqi andisiga qartilgan texmi kuchlik gavdining chatga qiqishini ilgari surdi. Shunga Bolsheviklar inqilobining 70 yilligida Sovet ittifoqi rahbarlari boshqa davlatlarga buyruq tushirish, boshqalarning sotsializm qurishiga yetakchilik qilish yo'lidan rasmiy voz kechdi. Lekin bu yo'ldan voz kechganlikdan Moskvaning boshqa shaklda birlikni kuchaytirishi texmi muhim bo'lib qoldi. Faqat mushundaq qilgandila Sovet imperiyasining tezlikda parchalanishining oldini og'il bo'ladi. Gorbachevning islohoti ba'zi ideyalarning paydo bo'lishiga ruxsat qildi. Lekin bu ideyalar kontrol qilish va tayinish munosabatiga muqarrar ta'sir ko'rsatdi. Bu inkor qilg'il bo'lmaydigan haqiqat. Uning Yevropa cho'ng oilasiga aloqador ko'z qarshi G'arbiy Yevropaliklarni Amerikadan xalos qilishni maqsad qilgan edi. Bir vaqtda yana o'ylamagan unum ko'rilib, Sharqiy Yevropaning birlikka kelishini istavotgan G'arbiy Yevropaga yiqilishishi qonunliq bo'lib qilib, Sovet imperiyasini ilgirlab yimirib tashladi. Yuqorqi barliq omillar Sharqiy Yevropaning ozodlik talab qilishidagi obyektiv orzusi va Sharqiy Yevropaning Sovet ittifoqiga davomli tayinishidagi subyektiv amaliyat orasidagi to'qinishini o'tkirlashtiribdi. Buning oqibati ehtimol uzun muddatlik mag'lubiyat va umidsizlik, pat-pat partlaydigan malamanchilik va kun siri davolg'iyotgan vaziyat bo'lib qolishi mumkin.
Bu rayon tərtiblik halda Sovet İttifaqıcı dövlət sosializmidən məlum köp partiyalik tüzümdəki demokratik paravan dövlət şəkliga ötüşkə aniqla muhtac hamda qattiq ümid qiladi. Bu rayon haqiqiy demokratlaşqan və köp xillaşqan Yevropaning bir qismi bo'lishni arzu qiladi. Mazkur rayon o'zini madaniyat jihatda aslidilla mushundaq Yevropaning tarkibiy qismi deb qaraydi. Lekin Sharqiy Yevropaning siyosiy va iqtisodiy jihatdagi yuqori qatlam hukmronlari davlatni bu yo'nalishga qarab o'zgarishiga boshlab mangmaydi. Chunki ular bu o'zgarishning muvaffaqiyati o'zlarini jamiyatda tashlanib qolishni keltirib chiqarganligini, o'zining tarixiy o'rnini yo'qotib qo'ydiganligini biladi. Bu dal Hungariya, ya'ni Vengriya rahbarlik qatlamining ish harakatda ehtiyotchan bo'lishining sababi. Növbətdə Hungariya hakimiyyəti Şərqi Avropada ehtimal islohot engiga eng boy bo'lishi mumkin. Sarosimaga tushgan kommunistik partiya hukmronlari Sovet ittifoqi bilan munosabatini qo'yiqlashtirishga boshdan oxir havas qilib keldi. Sharqiy Yevropaning yana uzun muddat ichinishlik vaziyatdan qutulib chiqishining izchil tas bo'lishining, ya'ni hamda tegib kasilib portlaydigan xavf-xatar sababi dal bu yerda. Tinch o'zgartishni ilgari surishga, kishilarning hal qilg'uchi siyosiy qaror chiqarishdagi haqiqiy ijtimoiy qatnashish huquqi va eng oxirgi huquqdan bahramand bo'lish huquqiga erishishga amalsiz bo'lganlikdan Sharqiy Yevropa kommunizmi ehtimal eng oxirda halokat yo'liga menishi mumkin. Qisqacha qilib aytganda, mazkur rayonning xalqi bugungi kunda kommunizm tuzilmasining o'zlari qo'llashgan kishilik baxt saodat va umumyuzlik ijtimoiy ilgarilashning asosliq to'solg'usi ekanligini to'liq his qilib yetdi. Bugungi ko'p qism ommaning qalbida inqilob engi yoshirinib yotmoqda. Ular birdak Sovet ittifoqi Sharqiy Yevropaga majburiy tangan tuzilmada ajallik kamchilik bor deb qardi. Bu ajallik kamchilik dal kommunistik partiyaning cho'ng huquqni o'z oldiga changilg'i kirgizib olishi bo'lib, tubki sababi bo'lsa Sovet ittifoqining hukmronligidir. Sharqiy Yevropa kommunizmni qabul qilishga majburlanib 40 yildan keyin nurg'un kishilar yuqorqi ikki hodisani yo'qotish jamiyatning qayta güllenishidagi zarur oldingi shart ekanligini allaqachon his qilib yetdi. Davomi bor.